Joziba. Mana bu O'zbekistondagi birinchi super kompyuter bo'lsa kerak. Bu Nvidia DGX Spark. Yaqinda Nvidia rahbari Elon Musk mana shuni sovg'a qilgan edi o'tgan oy. Endi esa u mening stolimda. Xususiyatlari esa ko'z oldingizda, pauza qilib ko'rib olsangiz bo'ladi. Xullas, cho'zib o'tirmayman, bugun siz quyidagilarni bilib olasiz. Super kompyuterni o'zi nima uchun kerak va oddiy odam uchun qanday foydasi bor? Uni oddiy kompyuterdan nima farqi bor? Nechta odam bitta kompyuterni o'rnini bosa oladi? Odam miyasi necha terabayt bo'lishi mumkin? Qanday qilib uyda shaxsiy sun'iy intellektni yasash mumkin? Sun'iy intellektni super kompyuter bilan qanday qilib o'qitish mumkin? Super kompyuterda o'yinlar qanday o'ynaladi? Nega yaqinda har birimizning uyimizda bitta mana shunday super kompyuterdan turadi? Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman, Faris Boss. Aytgancha, bizga bu kompyuterni Unicorn Soft kompaniyasi berib turdi. Ular O'zbekistonda sun'iy intellektni rivojlantirish bilan shug'ullanishadi. Ular yaqinda mana shu kompyuter yordamida katta til modelini yasashmoqchi va shu bilan birgalikda O'zbekistonni bulutli servislardan qaramligini kamaytirishadi. Akalar qoyil sizlarga, yaqinda kompyuter qaytarib beraman. Demak, nega super kompyuterlar o'zi kerak? Aniq bilaman, juda ham ko'p odamlarga mana shu savolni bersangiz, ular o'ylanib qolishadi. Birinchidan, ChatGPT ga o'xshagan sun'iy intellektlarni yasash uchun kerak. Bu haqida video davomida hali yana batafsil aytib beraman. Ikkinchidan, ob-havoni bashorat qilish uchun kerak. Ertaga qayerda yomg'ir yog'ishini oldindan aytish uchun milliardga yaqin faktorlarni o'zaro harakatga kirishini hisob-kitob qilish kerak. Butun yerdagi havo, uning bosimi, harorat, namlik, shamollar va hokazo. Mana shu narsalar butun sayyora bo'ylab qimirlashini superkompyuter trillionta hisob-kitoblar orqali har soat o'lchab turadi. Hammasini inobatga olib, ertaga nima bo'lishini bashorat qilish uchun oddiy kompyuterni kuchi yetmagan bo'lar edi. Va super kompyutersiz biz maksimum ertaga quyosh chiqadi deya olgan bo'lar edik. Undan tashqari, tibbiyotda ham super kompyutersiz dorilarni ishlab chiqarib bo'lmaydi. Mana masalan, dorilarni chiqarishdan oldin ularning ichidagi modda organizmga qanday ta'sir qilishini super kompyuterda modellashtirib ko'rishadi. Misol uchun, dorining molekulasi odam organizmidagi har bir moddani inobatga olib, virus bilan qanday kurashishi hisob-kitob qilinadi. Kurashganda organizmning foydali moddalarga zarar tegadimi, DNK o'zgarib ketmaydimi va hokazolar. Bu ham bir paytning o'zida trillionta hisob-kitob operatsiyalarini talab qiladi. Xullas, aynan super kompyuterlar deb ko'plab kasalliklarga qarshi dorilar 10 yil ichida emas, bir necha oy ichida chiqib keladi. Yoki mana biz sevgan mavzu koinot. Uzoqdagi galaktika va qora tuynuklarning massasi, yulduzlar bir-biriga milliard yildan so'ng uriladimi yoki yo'qmi? O'zi umuman 12 milliard yorug'lik yili uzoqlikda qanday kosmik obyektlar bor? Mana shularni hammasini bilish uchun koinotdan kosmik teleskoplar orqali olingan ma'lumotlarni bittada solishtirib, o'lchab, barcha mavjud yulduzlarni inobatga olib hisoblash kerak. Mana shuni hammasini oddiy kompyuter bajara olishni o'zi tasavvur qila olasizlarmi? Portlab beradi tosterga o'xshab, agar bunaqa vazifa berilsa unga. Hammasi super kompyuterda qilinadi. Aytgancha, biz chiqargan koinot chekkasi haqidagi video yaqinda 1 million ko'rishlarga ega bo'ldi. Kim ko'rgan bo'lsa, mana shu videoni sizlarga katta rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Kim ko'rmagan bo'lsa, mana havolani qoldirib ketamiz, ko'rsanglar bo'ladi. Endi qaranglar, atom elektrostansiyalarini qurishdan oldin ham reaktorning ichidagi har bir millimetrida har bir atom, neytron va issiqlik o'zini qanday tutishini ham super kompyuter bilan modellashtirib ko'rishadi. Bularsiz agarda darrov qurilish boshlanib ketsa, nimadir xato ketib qolib, odamlar o'lib ketishi mumkin. AES qanday ishlash haqida ham video chiqarganmiz. Mana havolani yana qoldirib ketamiz. Xullas, hattoki iqtisodiyotda ham super kompyuter ishlatiladi. Mana masalan, fond birjalari yoki banklar, ular butun dunyodagi bozorlar o'zini tutishini, krizislar ehtimoli, siyosat ta'sirini bir paytni o'zida inobatga olib, bozordagi narxlarni holatini bashorat qilishadi. Buni ham faqat super kompyuter
kompyuter eplay oladi. Yana juda ko'plab sohalarda superkompyuterlarsiz hech nima qilib bo'lmas edi xullas. Lekin shu superkompyuterlarni ishlatish uchun bugungi kunda eng ko'p e'tiborga sazovor soha bu sun'iy intellektlar sohasi. Aynan sun'iy intellektlar deb mana shu superkompyuter hozir stolimda turibdi. Yuqorida men aytib o'tgan sohalarda superkompyuterlarni shu faqat katta tashkilotlar ishlatadigan bo'lsa ham, sun'iy intellektlarni odamlar uyda o'tirib ham yasab tashlaydigan bo'lgan-ku. Faqat ularni uyda ham oddiy kompyuterlar turadi, to'g'rimi? Shuning uchun ular kerakli kuchni ijaraga olingan serverlardan olishar edi. Internetdan uzoqda joylashgan superkompyuterlarga ulanib, distansion tarzda o'z vazifalarini berib, natijasini internetdan qabul qilib olishar edi. Va zamon talabi shunaqa bo'lib qoldiki, odamlar endi mana shu superkompyuterlar ularni uyda turishni xohlashyapti. Chunki bu arzonroq, xavfsizroq va tezroq. Mana shu bir dona kichik superkompyuter $4000 turadi. Etmagan bo'lsam hali. Sizda shu payt bitta savol paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bundoq qaraysizlar, men ham telefonimda sun'iy intellektni ChatGPTni ishlataman-ku deysizlar. Nima? Men cho'ntagimda superkompyuter yotibdimi deb so'rashingiz mumkin. Yo'q. Mana masalan siz internetdan kino ko'rasiz-ku, lekin u kino kompyuteringizga yuklanmagan bo'ladi, to'g'rimi? Siz shunchaki internetdagi oynadan uni ko'rasiz va u kompyuteringizdagi joyni dastlabki egallamaydi. ChatGPT ham xuddi shunday ishlaydi. Siz bergan savollar internet orqali uzoqdagi serverlarga yuboriladi. Unga javob ana o'sha uzoqda joylashgan superkompyuterda ishlab chiqariladi va shunchaki sizga internet orqali keyin qayta yuboriladi. Xullas siz Qorboboga xat yozasiz, u esa sizga xat ko'rinishda javob qaytaradi. Qorboboni o'zi esa telefoningizni ichida o'tirmaydi. Aytgancha telefonlar haqida. Mana buni qarang. Hech nima qilmadi. Honor X9 ni 2,5 metrdan tashlasangiz ham u o'z mustahkamligini saqlaydi, chunki unda Honor Ultra Bounce Anti-Drop Technology 3.0 hamda korpus himoyasi 6 qatlamdan iborat bo'lib, no Newton materialdan foydalanilgan. Bu esa qurilmani 10 dan ortiq turdagi yuzalarga tushib ketishiga chidamli qiladi. Bundan tashqari, displeyni zarba va tirnalishlardan ishonchli himoya qilish uchun Corning Gorilla Glass Victus 2 oynasi qo'llangan. 80 graduslik issiq suvga tiqsangiz ham IP68 plus IP69K standarti bilan unga hech nima qilmaydi. -33 yoki +55 haroratda ham batareya quvvatiga ta'sir qilmaydi, chunki unda kremniy uglerod batareyasi o'rnatilgan. 66 watt tezkor quvvatlash. Undan tashqari 705 wattlik aks quvvatlash. Bunda USB-C bilan naushnik va boshqa aksessuarlarni quvvatlash mumkin. Atiga 2% quvvat bilan 2 soatgacha faollik saqlab qolinadi. Kamerasiga keladigan bo'lsak, 108 megapiksellik old kamera o'rnatilgan, 16 megapiksellik selfie kamera, ultra keng kamerasi esa 5 megapiksel. Protsessor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 narxi jihatdan ancha yaxshi protsessor o'rnatilgan. RAM turbo esa 8 va 12 GB. Unga yana 12 GB qo'shsangiz bo'ladi. Hamda 128 GB va 256 GB xotira turlari bor. Ranglari qizg'ish jigarrang, kunchiqar tilla va yarim tun qora. Narxi esa 4,400,000 so'mdan boshlanadi. Keling endi superkompyuterni oddiy kompyuterdan farqini sonlarda tushuntirib beray. Bu uchun men sizga sun'iy intellekt qanday ishlashini birinchi bo'lib tushuntirib berishim kerak bo'ladi. Bu haqida bizni videomiz bor va men sizga u yerdan kerakli parchani hozir qo'yib beraman. Masalan, agarda sizga 3 sonni mana bunday yoki mana bunday chizib berishsa, siz ushbu narsalar 3 ekanligini darrov tushunib olasiz, to'g'rimi? Qanday chizilmasa ham. Chunki sizning miyangizda joylashgan neyron tarmoqlar ko'zingiz ko'rib turgan shakllar aynan 3 ni bildirayotganini darrov aniqlab oladi. Sun'iy intellekt ham har xil narsalarni ko'rib, tanib olishi uchun unga ham qandaydir bir sharoit kerak. Ana shu minimal sharoitlardan biri bu masalan 28 ga 28 ta piksellik bo'lgan kvadrat. Ushbu kvadrat ichida inson qo'li bilan yozilgan 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni sun'iy intellekt qanday qilib tanib oladi? Ana shuni ko'rib chiqaylik. Bu doska 28 ga 28 ta neyrondan iborat bo'lgani uchun, demak, butun kvadratning ichida jami 784 ta neyron mavjud. Har bitta neyron 0 dan 1 gacha bo'lgan ubu songa aylana oladi. Masalan, 0,724, 0,5 va hokazo. Ushbu sonlar mana shu neyronlarning faollashuv darajasini ko'rsatib beradi. Aytgancha, mana qattadir piksel dedim, qattadir neyron dedim. Adashtirmaylar, ular hozir bu joyda bir narsa bo'lib kelyapti. Ya'ni piksellar neyronga aylanib ketadi. Agarda masalan neyronning soni
nolga yaqinlashib ketsa, u shuncha qoraroq bo'ladi, ya'ni rangi o'chadi. Qanchagina u 1 ga yaqin bo'lsa, u shuncha oqaradi. Ya'ni bir raqamiga teng neyron bu eng faol neyron va eng och va masalan 0,1 raqamiga eng neyron esa u sal oqroq bo'ladi va eng kam faollashgan bo'ladi. Endi neyron tarmog'ini tuzaylik. Neyron tarmog'i asosan 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qism bu input, ya'ni ma'lumotni qabul qilib oladigan qism. Ikkinchi qism esa bu hidden layer, ya'ni bekitilgan qatlam va asosiy ish ana o'sha yerda bajariladi. Uchinchi qism esa bu output, ya'ni paydo bo'lgan javobni chiqarib beruvchi qism. Neyron tarmoqning birinchi qatlamida 784 ta neyron mavjud. Ikkinchi qismda esa, ya'ni haligi yashirilgan bo'g'inda yana 2 ta qatlam bor deylik. Shunchaki qulaylik uchun. Va ana shu ikkinchi va uchinchi qatlam 16 ta neyronlardan iborat deylik. Shunchaki qulaylik uchun yana bir marta qaytaraman. Endi xullas, birinchi qatlamda joylashgan 784 ta neyronlarning faollashuvi ikkinchi va uchinchi qatlamda joylashgan neyronlarning faollashuviga olib keladi. Endi tasavvur qilaylik. Haligi kvadratning ichidagi 784 ta piksellarning qaysi biri faollashsa, ular keyin son va ma'lumot ko'rinishida ikkinchi qatlamga uzatilib yuboriladi. Mana masalan, kvadratning ichida 9 ni bundoq chizdikda, 9 shaklida piksellar faollashib keldi, ya'ni yondi. Endi ana shu faollashgan piksellarni ikkinchi qatlam qirralarini va chekkalarini aniqlab chiqadi. Ya'ni masalan, dumaloq shaklini ham aniqlash uchun sun'iy intellekt dumaloq shakli ushbu mana qirralardan iborat ekanligini aniqlab chiqadi. Keyin ushbu ma'lumot 3-qatlamga uzatiladi va 3-qatlam ana shu qirralardan shaklni hosil qilgani harakat qiladi. 3-qatlamdagi ma'lumotlarga asoslanib 4-qatlam ushbu berilgan shakllardan bitta raqamni chiqarib bergani harakat qiladi. Masalan, dumaloq bilan dum bo'lsa bu 9 degani, yoki masalan tepada aylana va pastda aylana bo'lsa bu 8 degani. Mana shunday logika. Bu jarayon qanchalik ko'p takrorlansa, neyron tarmoq, ya'ni sun'iy intellekt shuncha ko'p o'rganadi va javoblar shuncha aniqlashadi. Keyinroq esa umuman mustaqil bo'lib ketib, sizning yordamingiz ham kerak bo'lmay qoladi unga. Chunki har safar kiritgan ma'lumotlaringizni neyron tarmoq eslab qoladi va ularni keyingi safar ham ishlatishni boshlaydi. Endi qarang, yana o'sha 28 ga 28 piksellik maydonga qaytamiz. Jami 784 ta pikselimiz bor. Unda eng yorqin piksel 1 ni anglatadi. Eng qorasi 0 ni. Kul rangi 01 dan 09 gacha. Endi bu piksellik rasm emas. Bu 784 ta sonlardan iborat jadval. Endi sun'iy intellekt mana shu rasmni ko'ra oladi. Chunki faqat sonlar orqali u nimadirni tushunishi mumkin. Biz rang orqali, AI esa sonlar orqali hamma narsani tushunadi. Uning ko'zini oldida aynan 9 ekanligini tushunib olishi uchun u jadvaldagi har bir son bilan ko'paytiruv masalalarini oshirib ko'radi. Agar piksel qora bo'lsa, ya'ni uning qiymati 0 ga teng bo'lsa, neyron tarmoq uni istalgan songa ko'paytirmasin, baribir 0 chiqaveradi. Demak, u qora va bizga kerak emas. Neyron tizim u qora ekanligini tushunadi va menga kerak emas ekan deydi. Agar piksel sal yonib turgan bo'lsa, ya'ni hech bo'lmasa 0,1 qiymatiga ega bo'lsa, demak uni inobatga olish kerak va u rasmning bir qismi. Va shunday qilib neyron tarmoq rasmni chetlarini va ichini aniqlab chiqadi o'zi uchun. Lekin ahamiyat bering, hattoki bo'sh va qora joylarni aniqlash uchun neyron tarmoq hisob-kitob o'tkazishi kerak baribir. Bunga ham vaqt va energiya sarflanadi u tarafdan. Siz bitta shunaqa ko'paytiruvni kalkulyator bilan yechishingiz uchun kamida 1 sekund ketadi, to'g'rimi? Bu degani siz 1 flops tezlikda uni yechdingiz. Masalan, o'yin uchun kompyuter 80 teraflops tezligiga ega. Ya'ni u sekundiga 80 trillionta masala yecha oladi. Bu degani oddiy kompyuter darajasiga yetish uchun kamida 80 trillionta kalkulyator bilan o'tirgan odam kerak bo'ladi. Mana bu super kompyuter esa 1 petaflops tezlikkacha yetishi mumkin. Ya'ni u 1 sekund ichida kvadrillionta operatsiyani bajaradi. Flops so'zi ham o'z shuni anglatadi. Floating point operations per second. Ya'ni 1 sekund ichida yechiladigan masalalar soni. Oddiy qilib aytganda, kompyuterning mana shu flopslari qancha ko'p bo'lsa, uni ichida joylashtirilgan sun'iy intellekt shuncha tez ishlaydi. Misol uchun, sun'iy intellekt o'yin kompyuterini flopslarni ishlatib sizga javob bergani harakat qilsa, u 1 soat ichida atigi bitta so'zni chiqarib beradi. Zamonaviy super kompyuterlarning esa flopslari shunchalik ko'pki, ular odamdan ham tezroq javob berib tashlaydi sizga. Yoki mana boshqacha misol keltiramiz. Inson bir jismni ko'rganda u uni shaklini darrov aniqlab ola olsa,
AI birinchi bo'lib ana shu jismni atrofga muhitdan hisob-kitoblar orqali ajratib olish kerak. Va shu yerda flopslar soni qancha ko'p bo'lsa, u mana shu ishni shuncha tez bajaradi va ko'proq narsalarni eslab qola oladi. Xullas, har safar bir xil ishni bajarib o'tirmasligi uchun 9 sonni bir necha marta ko'rgan AI ushbu sonni tezda tanib oladigan neyronlarni tayinlaydi. Ularga mana shu 9 sonni tanishga yordam beradigan parametrlarni beradi. Dunyodagi qolgan barcha narsalarni ham sun'iy intellekt tushuna olishi uchun unga mana shu parametrlar qo'shilib boradi va aynan mana shu parametrlar ko'pligi va o'zaro bog'liqligi sun'iy intellektga ma'no, shakl, rang va emotsiyalarni tushunishga yordam beradi. Bu bir paytning o'zida ajoyib, chunki oddiy matematika orqali inson ongiga o'xshagan tizim ishlashni boshlaydi. Boshqa tarafdan esa nega oddiy kompyuter mana shunday modelni o'z ichiga olib ishlata olmasligini tushuntirib beradi. Chunki mana shu parametrlar juda ham ko'p bo'ladi va juda ham ko'p joyni egallaydi. Endi tasavvur qiling, ChatGPT ga o'xshab dunyodagi barcha narsani tushuna oladigan sun'iy intellekt ishlay olishi uchun uning ichida necha milliard parametrlar bo'lishi kerak va qancha flopslarga ega kompyuterlar kerak. Masalan, GPT-4 kabi modelda 1.7 trillionta parametrlar bor. Bu degani hattoki FP16 bitlik aniqlik tizimi ishlatilsa, har bir parametr uchun 2 bayt kerak bo'ladi. Demak, 1.7 ni 2 ga ko'paytirsak, 3-4 terabayt joy kerak bo'lyapti. Faqat siz o'ylagan oddiy xotiraga joylashtirib bo'lmaydi buni. Bu ma'lumotlar bazasi doim ishlab turishi kerak. Shuning uchun ularni qotib qolgan SSD fleshkaning ichiga solib saqlashni umuman foydasi yo'q. Chunki uni ichidan bu ma'lumotlarni ishlata olmaysiz. Xuddi miyani muzlab qolgan qismidagi neyronlarni ishlata olmaganingiz kabi. Bularga aynan videokartani tez ishlab turadigan VRAM xotirasi kerak. Endi mana o'zingizlar qaranglar. O'yin uchun mo'ljallangan kompyuterdagi eng zo'r RTX 5090 video kartasida maksimum 32 GB VRAM bo'ladi o'zi. Qanaqasiga u 3-4 terabaytni o'ziga sig'dirgan bo'lardi. Istalgan oddiy kompyuter o'z ichiga ChatGPT kabi modelni sig'dirib ishlatmoqchi yoki boshdan yasamoqchi bo'lsa, tiqilib o'ladi. Bu xuddiki 16 GB fleshkaga 3 terabaytlik kinoni yuklab olgani harakat qilganingiz kabi jarayon bo'lib qoladi. Super kompyuterlar esa, stolimdagisi super kompyuterlarning modellaridan biri xolos. Taxminan 128 gigabaytlik VRAM xotirlarga ega bo'ladi. Keyin yana ularni hammasini bitta shina yordamida ulab, yagona bir 100 terabayt VRAM xotiraga ega bo'lgan kompyuterga aylantirishadi va ana o'sha maxluqlarning ichida keyin ChatGPT kabi AI larning miyasi yashaydi. Men hozir sizlarga aytib bergan ma'lumotlarimdan keyin bitta savol xayolingizga kelgan bo'lsa kerak. Dastlabki odam darajasida fikrlaydigan va qaror qila oladigan sun'iy intellekt agarda 3-4 terabayt hajmga ega bo'ladigan bo'lsa, unda odamning miyasi necha terabaytga ega ekan? Keling, hisoblab ko'ramiz. Odam miyasining neyronlarida taxminan 100 trillionta sinapslar mavjud. Ya'ni 100 trillionta bog'liqliklar. Har bir shunaqa bog'liqlikni hajmini sun'iy intellektning parametrlarining hajmiga tenglashtirib ko'ramiz. Esimizda borki, FP16 bitlik tizimda har bir parametr hajmi 2 baytga teng. 100 trillionini endi 2 baytga ko'paytirsak, 200 terabayt chiqyapti. Nahotki shu xolos deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Axir odamning miyasi uchun 200 terabayt hech nima degan narsa-ku, to'g'rimi? Va bekorga uni o'ylamayapsiz. Olimlar miya hajmini o'lchagani harakat qilishganida uning hajmi 2-3 petabayt degan javobga ham kelishgan. Axir super kompyuterda saqlangan AI bu shunchaki juda ko'p va yaxshi ishlangan kodlarga ega programma xolos. Odam miyasi esa o'lchab bo'lmas xotiraga ega tarmoq. Bu tarmoq o'z kabillarini doim o'zgartirib, gapni o'rtasida ham o'zini o'zi o'zgartirib va o'qita oladigan mo'jizadir. Hozirgi paytda odam miyasiga rostdan ham yaqin narsani yasash amalga oshirib bo'lmas jarayondir. Ammo uyingizda o'tirib, mana bunaqa narsa yordamida shaxsiy sun'iy intellektchani yasash ham katta yutuq. Va buni qanday amalga oshirish mumkinligini hozir sizlarga yuzaki tushuntirib beraman. Keyin qiziqsangiz chuqurlashib, batafsilroq o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Xullas, AI ni yasashning 2 yo'li bor.
Birinchisi, noldan hammasini o'zingiz yasaysiz. Ikkinchisi, tayyor modelni olib, oxirigacha o'qitasiz uni. Agarda hammasini noldan boshlayman deydigan bo'lsangiz, super kompyuteringiz yordamida AI modelingizda quyidagilarni aniqlab chiqishingiz kerak. Misol uchun, nechta neyron bo'ladi ichida? Mana shu neyronlar qatlami nechta bo'ladi? Ular o'zaro qanday bog'lanadi? Yangi ma'lumotlar unga qanday kiritiladi va qanday qilib u o'z ichida xatolarni aniqlaydi? Mana shu men aytgan narsalarni hammasi birgalikda sun'iy intellektni arxitekturasi deyiladi. Bularni amalga oshirish uchun mana bu instrumentlarni ishlatishingiz mumkin. Lekin bu uchun dasturchilik bilimlari kerak bo'ladi sizga. Hammasini bajarib bo'lsangiz, bizda bitta bo'sh miya paydo bo'ladi. Ichida neyronlari bog'langan bo'ladi va u xuddi chaqaloq kabi. O'rganishga tayyor, lekin hali hech nimani bilmaydi va qila olmaydi. Va endi uni o'rgatish uchun biz sharoit yaratishimiz kerak. Masalan, ChatGPT kabi matn va rasm bilan ishlay oladigan model uchun trillionlab internetdagi, kitoblardagi va Wikipediyadagi so'zlarni har birini raqamlarga aylantirib chaqalog'imizga yedirib yuboramiz. Har bir so'zimizni alohida raqamga aylantirib chiqishimiz kerak. Masalan, osh so'zini 45-177 deb qo'yishimiz mumkin. Va mana shu sonlar token deb ataladi. Endi rasmlarga keladigan bo'lsak, har birini yedirishdan oldin ularni har biriga ta'rif berib chiqishimiz kerak. Masalan, bu mushuk, bu mashina, bu odam deb va mushuklarni kuchuklardan ajrata olishi uchun kuchuklarni rasmiga bu mushuk emas deb ta'rif berib chiqamiz va chaqaloqqa yedirib yuboramiz. Endi miyachi sekin-sekin o'rganishni boshlaydi va bog'liqliklarni topishga harakat qiladi. Masalan, bitta stulda o'tirgan mushukni rasmini kiritib, mushuk stulning degan gapni ham kiritamiz. AI ustida degan javobni berish kerak. Agar noto'g'ri javob bersa, siz unga javob noto'g'ri deb aytasiz. Natijada sun'iy chaqaloqimizni miyasi sekin-sekin o'zini sozlashni boshlaydi. Xuddi mana yosh bola mantiqga ega bo'lib kallasida har xil faktlarni bir-biriga bog'lashni boshlagani kabi, bizning modelimiz ham faktlarni bir-biriga bog'lashni boshlaydi. Faqat mantiq asosida emas, xatolar ustida ishlash orqali. Va har safar shunaqa faktlar bog'liqligi paydo bo'lishi bilan neyronlarning parametrlari ko'payadi. Natijada modelimiz kompyuterni ko'proq xotirasini egallay boshlaydi. Va mana shu xatolar ustida ishlash jarayoni milliard martalab oylar mobaynida qaytariladi va super kompyuter to'xtab qolish kerak emas butun mana shu vaqt davomida. Hamda ahamiyat bering, sun'iy intellektni har bir harakati o'zi ro'y berishi uchun u matematik masalani yechadi. Chunki uni yagona tili shu, boshqa narsani tushunmaydi. So'zlarni ham, rasmlarni ham raqamga o'tkazib tushunadi. Videoni boshida aytganimdek. Xullas, keyingi bosqichda miyacha hamma narsani tushunishni boshlaydi. Boshida to'g'ri javoblarni u tasodifiy ko'rinishda topib qoladi. Lekin vaqt o'tib, barcha javoblarning orasida u bog'liqlikni sezishni boshlaydi. Xuddi siz mana 100 marta qora bulutlarni ko'rganingizdan keyin 90 marta yomg'ir yog'sa-da, siz, aha, demak bu hodisalar bog'liq ekan deysiz-ku. Sun'iy intellekt ham shunaqa o'rganadi. Qaysi so'zlar ko'pincha yonma-yon uchrashi, mushuklar asosan qanaqa shaklda bo'lishi va hokazolarni bir-biriga bog'laydi. Natijada mana shu bog'liqliklar ko'payib, modelimiz dunyoni tushunadigan sun'iy miyaga aylanadi. Kimdir unga dunyoni tushuntirib bergani uchun emas, balki milliardlab solishtiruv va kuzatuvlarni u o'zi o'tkazgani uchundir. Aytgancha, captcha esingizdami? Haligi avtobuslarni yoki velosipedlarni aniqlab chiqish kerak-ku saytga kirish uchun. Ana shularni yechgan paytingizda siz sun'iy intellektlarni oxirigacha oyoqqa turg'izgani yordam berasiz. Odam ko'zni ishlatib bilimlarni mustahkamlab berasiz. Mana shu hamma jarayonlar o'tib bo'lgandan keyin modelimiz tayyor deb hisoblasak bo'ladi va biz uni VRAM xotiriga qo'yib ishga tushirsak bo'ladi. Mana shuning hammasi noldan yasash deyiladi. Ammo bu jarayonning narxi millionlab dollar turadi. Va shuning uchun buni asosan katta kompaniyalar Google, Meta, OpenAIlar qo'llaydi. Lekin qimmat bo'lsa ham mana shu usulning plus tarafi nimada bilasizlarmi? Siz AI modelni noldan tarbiyalaysiz va tabiatini ham o'zingiz aniqlaysiz. Qiziq narsa shundaki, sun'iy intellektni ishga tushiradigan super kompyuterlarning ishlash tamoyillari
allaqachon kundalik qurilmalarimizga o'tib bo'lgan. Super kompyuterda minglab prosessorlar bo'lsa, endi bitta notebook xuddi shu tuzilmani kichraytirilgan ko'rinishda takrorlashga qodir. Masalan, ROG Zephyrus G16. Bu shunchaki o'yin notebooki emas, balki ryukzakka joylashadigan kichik super kompyuterdir. Uning ichida sun'iy intellekt vazifalarini bulutlar va ma'lumotlar markazlarisiz to'g'ridan-to'g'ri mahalliy tarzda bajarishga qodir bo'lgan alohida AI tezlatkichiga ega 16 yadroli Intel Core Ultra 7 o'rnatilgan. Grafik qismi esa DLSS 4 bilan jihozlangan GeForce RTX 5060 bo'lib, u neyron tarmog'i yordamida kelajak kadrlarni bashorat qiladi. Xuddi super kompyuterlar galaktikalar rivojlanishini bashorat qilgani kabi. Bu yerdagi sovutish tizimi go'yo yadro fizikasi laboratoriyasidan olingandek. Suyuq metal, uchta ventilyator va bug'latish kamerasi issiqlikni shunchalik samarali chiqarib yuboradiki, notebook hatto eng yuqori yuklamada ham salqinligicha qoladi. Bularning barchasining qalinligi atiga 1,5 sm va og'irligi 2 kg dan kam bo'lgan korpusda joylashgan. Unga qarasam, xuddi El Capitan yoki Fugakuning kichik nusxasini ko'rayotgandekman. Faqat ma'lumotlar markazida emas, balki shaxsiy stolingizda turganini. U yerda minglab tugunlar va kilometrlab kabellar bor. Bu yerda esa ixcham alyuminiy korpus. Ammo o'sha hisoblashlarni taqsimlash tamoyili o'sha sun'iy intellekt o'sha soniyasiga milliard amal. Shunchaki 1:1000 nisbatida. Agar super kompyuterlar insoniyatning miyasi bo'lsa, Zephyrus G16 kabi qurilmalar uning asab tolalaridir. Ular hisoblash quvvatini har bir kishiga kerakli joyda yetkazadi. Studiyaga, montajga, dasturlashga, o'yinga. Super kompyuterlar ilm-fanni rivojlantirsa, Zephyrus bu texnologiyalarni shaxsiylashtiradi. Notebookni note.uz internet do'konidan xarid qilishingiz mumkin. Xullas, yuqorida aytganimday, AI ni osonroq yasash yo'li ham bor. Tayyor model sifatida, masalan, Metaning Llama modelini olish mumkin. Uni noldan o'qitish kerak emas, neyronlarni qurish kerak emas, vaqtingiz ham, pulingiz ham kamroq ketadi. Hamma narsasi qurilib bo'lgan bo'ladi xullas. Uni shunchaki o'zingizga kerak bo'lgan yangi bilimlarga o'rgatib, vazifalaringiz uchun moslashtirib qo'yishingiz mumkin. Lekin minus taraf shundaki, mana chaqaloqni noldan tarbiyalash va o'zingizga moslash bu bitta effekt. Katta kishini shunchaki yangi hunarga o'rgatish bu boshqa effekt. Chaqaloq butunlay siz xohlaganingiz kabi ulg'ayib, sizning dunyoqarashingizga ega bo'lishi mumkin. Nima mumkin emas, uni ham u uchun siz hal qilasiz. Haligi Lamada yasalgan kishini esa azaldan o'zining qadriyatlari shakllanib bo'lgan bo'ladi va siz ularni o'zgartira olmaysiz. Lekin bunday usul arzonroq, osonroq va tezroq bo'lgani uchun uni ko'plab dasturchilar va kichikroq kompaniyalar ishlatishadi. Aytgancha, videoni shu joyigacha ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, demak sizga bizning videomiz yoqdi. Shuning uchun pauzaga qo'yib turing va bizni kelajakda yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shunda yangi videolarimiz sizgacha albatta yetib boradi. Azaldan bizning obunachimiz bo'lsangiz, albatta like va izohingizga biz cheksiz minnatdor bo'lamiz. Endi o'yinlar mavzusiga o'tamiz. Sezib turibman, haldan beri PS2 ni 1000 FPS bilan men o'ynay olamanmi bu narsada degan savol ichingizda o'tiribdi. Javob: o'ynasa bo'ladi. Stolimda turgan super kompyuterda Fortnite o'ynashganini ko'rganman internetda. Lekin hamma o'yinlarni ham o'ynab bo'lmaydi adashmasam. Birinchidan, buni operatsion tizimi Linux. Ikkinchidan, bu super kompyuter kuchli bo'lishiga qaramay, u boshqa maqsadlar uchun qurilgan kompyuter. Masalan, fizika, matematika olimini shaxmat o'ynashga o'tkazib qo'yishingiz mumkin va u o'ynaydi. Lekin uni qobiliyati shaxmat uchun yaratilmagan va dunyoni chempioni bo'lib bermaydi baribir. Shunaqa holat. Lekin bilasizmi? Bu o'yin uchun kompyuter bo'lmasa ham, mening shaxsiy fikrim bo'yicha kelajakda har birimiz uyga mana shunaqadan olib qo'yamiz shekilli. Chunki aminmanki, temir odam Tony Starkning uyiga AI yordamchi Jarvis bemalol ishlashi uchun, uning ichki ma'lumotlar qayergadir oqib ketmasligi uchun, hamda u butun uy ichida aylanib yurishi uchun Tony Stark uyda bitta shunaqa super kompyuterni qo'yib qo'ygan. Ya'ni Jarvis Tony Stark tomonidan yaratilgan va faqat uni xohishiga mos qilib yasalgan. Biz esa shunaqa katta qadamlar bilan hozir rivojlanib ketyapmizki, bir kuni har birimizning uyimizda bitta shunaqa Jarvisdan bo'ladi. Hamda mana shunaqa Jarvisga o'xshagan AI yordamchini dasturchilik tilini bilmasdan oson yasab, o'zimizga moslashtirib beradigan instrumentlar ham chiqib ketadi. Va shularni hammasi amalga oshishi uchun bizga nima kerak bo'ladi uyda?
albatta bitta super kompyutercha kerak bo'ladi. Doimgiday qaysidir mahsulot ommalashib ketsa, narx ham sekin-sekin tushishni boshlaydi. Qarabsizki, bitta shunaqa Jarvisning egasi bo'lish uchun milliarder bo'lish ham shart bo'lmay qoladi. Xuddi bugun dastlabki har bir oilada mashina bo'lgani kabi. Va yuqorida aytilganlarning barchasiga bizni bilimga intilishimiz olib boradi. Xuddi shu bilimga intilishingiz deb siz ushbu videoni oxirigacha ko'rib, kelajakka bir qadam oldinga tashladingiz. Va siz endi kelajakning asosiy instrumentini qanday ishlashni bilasiz. Siz Texnoplov kanalida edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Reklama. Как искусственный интеллект выглядишь в кадре. Да. Глаза смотри, глаза смотри. Да. Реклама. Покажи. Короче, отсюда. Так вот, типа, короче, же есть. Mana otchi. Раз, два, наверх, крутишь. Сильнее, Энергию собираешь энергию, собираешь.